Onlarda banjoni o'zini chiqarish uchun shunday va. Banjoni chiqarish cho'qim olsa, men banjo kunjani bilan kirsa shunday va. Ana kunja shonni miyada xalaf san bir qatim qayt bir takrorlab qo'yay. Misolga meni qanday qilib deganda xalaf F1 xalaf pointer deb turdi shunday va. Buni kirdim. Kirgandan keyin buni misol cho'qim kengaytirib CHM bo'lgan, o'zing oldin tayyorlab olgan yordam uchun bog'laysa buni shunday va. Bog'lab bo'lgandan keyin ani mana banjo kunukisini chiqarsan. Ma'lummi? Banjo kunukisini chiqargandan keyin masalda keyin buni banjo kunuk chiqarishni qanday qilib deganda magazit box bilan min boxni o'zining qimmatini qanday qildi? Foz qildi qarish ikkisini. Foz bo'lgandan keyin miyada xilaf bottani qimmat cho'y qildik. Anan keyin miyada ma'ni akirgandan keyin anan keyin manda xasla paydo bo'ldi. Ko'ringlarmi? Buni ma'ni qanday qilma cho'y qildimmi? Cho'y qilgandan keyin hamda biz masalan bizga ma'lum bir huquqlarni va jemiyatni ishlatishni tushunamiz. Mana bir chekkandan keyin banjo hujjatimiz avtomatik qo'zg'aldi. Ma'ni qimmatni public qildim. Mana确定是否应该控制显示帮助的话，帮助他们怎么处理过噻。Mesela ben F1 günü kısım bassam, F1'ni bassam, banjo çıktı var. Endi biz onu qanday qilib mani chekkan vaqtda anenken ma banjomiz chiqadigan qilish bor. Buni o'chani bilan bir shirjansi bor. Xalq botdan kilikda bir shirjansi bor. Hozir F1'ni basagan chiqish uchun avval mana banjoni tanlab bo'lgandan keyin masalda ma cho'ntininki miyadan xalq mana xalq pointer tree mana tree qilsam F1'ni bassam ishlamaydi. Ijro qilgandan keyin F1'ni bassam ma banjo chiqadi mana. Banjo chiqdi lazım ama banjo ijro bo'ldi. Hani biz ma'ni basgan vaqtni chiqadigan qilish uchun hani bunga sendiki orqali ma'ni basgandan F1 kuni tam besilsin degan buyruq berdi emas. Buning uchun lazım meyadan xalq botdan klik etapa. Xalq botdan banjo kuni chekilganda degan ma'noda. Banjo kuni chekilgan vaqtda hani meyada bir sendiki deb bir fanfa bor. Sendiki bu champandik mandab kuni besilib kelsin degan ma'noda. Bunga lazım meyadan sendiki Mabul ko'njanza ma'nuf qolmasa olmayman. Sendiki intan chiqiltimas. Senda ma tirnoq ochgandan keyin andan miyada F1. Ma F1 oldikeniga manda qilib qo'yibsizlar. Undan majra qilsam ma kun bassam, qara. Banjo ochildi-ku? Ochildi. Undan sendiki munosib bo'lganmiz. Endi bir misol ishlaylik. Mesela biz yung'umi mimalarni kirgizgan jamiyalarning o'zida biz hali tab kuni qism basaq fokuslanishida shunday. Men yung'umi kirib internet bir bassamlar keyin ko'znak mimar kirgizgan yakkasin. Mimar kirib internet bir bassam keyin ko'znak yakkasin shunday. Undagina bu qilan tab besmish avarchidan qutulmanmi? Internet baschilik internet oson qildi qo'ldan o'ziga. Mushqa shakl qilgan vaqtda endi biz mushu tab indeksdan foydalanamiz. Mesela mana o'zi iliqi sendikisdan foydalanamiz. Buni o'zi VB'ning o'zida sendikis tab ifodalanadi qolganlar bor. Ma'an o'xshashlar sendikis degan fanfani qo'yamiz. Sendikisni o'zi Sijingda VB yozishga o'xshaydi. VBdan bo'shroq qo'yib yozamiz, men Sijing bundan tirnoq shaklda emasman. Misolga miyada tab nima text box Maya text box bo'ldi. Ana hozir ma birinchi uchurni kirgizib bo'lgandan keyin internet bassam keyin uchur kelsa asan to'g'ri qilib bo'lib bes bo'ltamsam bo'ldi shunday. Qara ma tartibni ko'kitibdi. Undan men tartibni tab indeksini o'zi ma'ning keyin ma'ni o'tkazsin deyish uchun ma'ni tab indeksini tab indeks qimmatini ma'ni qanday qilaman? 1 qilaman. Ma'ni qimmat qanchada? 0 de, ma 1 bo'ldi. Ma'ni qimmat qanchada? 2 bo'ldi. Ma'ni qimmat qancha bo'ldi? 3 bo'ldi. Tartib bo'yicha ma'lumot. Ma'ni qimmat qancha bo'ldi? 4 bo'ldi. 4 bo'ldi. Undan enter bosgan vaqtda miyada ma'niki key press deb turishgansi bor. Ma'ni miyadan masalan key press key down deb turamna. Key down o'zi jampan qilib besilgandan degan ma'noda tushunama. Agar eninki qimmati eninki key kodning o'zi tang 13 bo'lsa,
Bu inter knopkasini ko'rsatadi. Enter bo'lgan vaqtda sendikis. Mana sendikis senda. Manda qilib endi nima knopkasi bosish kerak? Tab knopkasi shunava. Manda qilib tab deb bosam bo'ladi. Tab. Undan so'ng programmchilar bo'lgandan keyin interni bosasamla. Mana bu yerdan meda yen bir bor ekan. Key kodida bir parametr bor mana ekan. Key kod ismi system'ninki eninki key kod key event arguments emas key kod ishlab turadigan jamparlarning turaqli miqdori bor keys deb bor keysninki enter yoki result ma return deb bor enter biladi-ku keys return amma enter men enter bassamlar keyingisi o'tadi degan gap qarang. As more icon enter basam etmaydi-ku. As yo'q Microsoft printer bastam men keldi. Mana mashta mana esasam printer keyingisi o'tadi shunday-ku. Uni kirgizish qanday bo'lganligi qulaylik bo'ladi. Nurg'adamda menda emas, masalan sen menda kekuni kirib bo'lgandan keyin mani bosib tag'andan shunami? Kekuni kirib bo'ldim. Ko'pincha enter basamiz emasmi? Men yana enter basdim. Davom keyingisi o'tib meni yasam desam, ana qanday qilib ekansa deganda mushuning o'zini birdana ko'chim qilsam bo'ladi degan. Misol mana o'zi ko'chim qiladi. Menga public o'tgan ko'chani sugatgandim shunday-ku. Qimmat qaytarmasi voyda bo'ladi-ku. Mana masalan interni o'zini tabqalanishga at deb qo'yay. Anna menga sender. Buningda object sender. Sender ma obyektni o'zini keltiradi shunday-ku. Ananga buni boshqandan yana bir nima bo'lsa nima deganda key events argument c bo'lgan bo'ldi-ku. Argument c. Ma bo'yicha mana nisbatan ma bo'chani bor. Mana bor. Eninki key cosmic bilan bog'dim-ku. Bergandan keyin endi men meniki ma bo'chani yozib olgandan keyin men akaplar men ma'ni tanlab buni shu jinsi yerni tanlab bo'ladi-ku. Key down shu jinsi o'ziga akaplar 80 qilay. Ma'nomi key downni o'zini tanlablar nima qo'ysam bo'ldi 80 shunday-ku. Ma'nomi key downni tanlab nima qo'ysam bo'ldi 80. Ma'nomi key downni tanlab mendan qanday qilma 80. Ma'nomi key downni tanlagandan keyin mendan 80 qilib qo'yay. Uni programma ijro qilay. Ijro qilgandan keyin enter bosam. Madam, hozir yozganda public deb yozdim. Ommaviy degan gap. Private degan. Private faqat man namespace ninki sirtda ishlamaydi. Ma'ni biz endi bir ko'chimiz uchun tanlaymiz degan gap. Boshqa ayrim bo'lgan. Ha. Buni private samchi qilib nimasi yo'q. Qara mana birlik o'chirganingizdan bu nurg'iya ishilta oldim shunday bu nima. Shirkan bek oson bo'ldi. Qara endi bek yaxshi bo'ldi emasmi? Masalan sen fuchuni kirib bo'lgandan keyin internet basdan keyin internet basdan nima degan qulaylik nima? Sen tabni tepil tag'andan yoki mouse mana baseball tag'andan internet basdan keyin o'tadi-ku. Mana bir boshqa ketdi. Odatda equalization inson bu time bo'lgan narsa. Fonlar va interaktiv funksiyonalashtirsa pek qulaylik. Masalan, men shu buni kirib bo'lgandan keyin internet bir bosgandan keyin ismi bu qatorliklar chiqadi shunday-ku. Buni hammasini shu bo'yicha yozib chiqqili bo'ldi. Undan so'ng mendagi biz key events nimani munosib bo'lganini ko'rdik shunday-ku. Ana keyin icon bo'lsa ko'pincha bizningki programmningki ma'vo qismi tubiyo qismi bormi? Mishaga chiqadigan rasmni ko'rsatgan bo'ldi. Mishaga chiqqan rasmni icon deb ataymiz. Masalan, shu ishga kirgandan keyin menga qarsak icon deb qo'yaba. Nim tanlab. Illustrator. Textbook tanlab mana. Menga qarsanglar ustida qarsak icon deb qo'yaba. Shuna more qilib ma icon ekan-ku. Bu yerdan cho'qim endi kengaytirilgan nomi icon bo'lgan rasmga kirishing kerak. Buning uchun ham sen to'rdan yoki kompyuterning o'zining icon rasmini olib tepib olsang-ku.
Misal bununki qalaymi aykon resimler olmaydı. 32 yoki 16 bo'lgan shakldagi aykon resimler bo'ldi. JPG GIF resimler kirmaydi bu yerda uqlanlar bor. Ya JPG GIF resimimizni kirgizish uchun qanday qilamiz deganda bu çok aykonlarni o'ranjanlar bor. Aşağılık aykonlarni sanab bo'ldi. Aykon bu ayrim resim tipini ko'rsatgan bo'ldi. Misal hozir nurg'ul aykon resimlar bor kamiya shunaqa. Masalan folder qara, mana pingu yasab bo'ldi deganda hamda. Nima? Undan so'ng men yerdan mana meyada bir folder aykon bak ayye deydi malani o'zini men ko'chirib olayman. Ancha resim topdim hozir. Buni men fuji qilib endi men meyaga men darajada buni qurib aykon deb saqlayman. Aykon deb saqlayman. Ana meyadagi biz mana darajani resimdan qara. Mana qarsam ko'pincha Vinci'da buni Vinci deb qoldi. Qara. Mana shu to'biyoz bachunava. Unas Vinci shakli pindu yasalam desamamsa. Yasoqli bo'ldi sen to'biyoz etkilab bo'lmaydi. Unas siz ma to'biyoni o'zini qaraman cho'ngaysan. Masal cho'ngaydi emasmi? To'biyoz masal cho'ngay ekanmi meyada? Unas men aykon degan akirpaq aykiram kirmanda. Unas biz meyadan nada deb deganda after skip deyshunava. Ertasiga CG TMP'dan aykon deganda men bunday qilib qaram kirdik. Jaraqsan mening to'biyosimiz aykon o'zgardi. Qara aykon o'zgardi. Ona buni shunchun qanda mana EXE aylandigan vaqtda shunava. Bu aykon bevosita chiqmaydi. Men konchonninki men qarsam konchon shujin deb turdim yerda. Konchon shujin kirgan vaqtda buningki shunchun mishadan shunchon deb turibman. Shunchon kirgandek aslig'arab qarsam meyada shu chulujing endi misha bir yerda to'biyog'ini bo'lgan narsa bor. Geniyman test topqanman va ichida bir yerda men yeng chunchunning kirib bo'lgan. Mana to'biyoq bor. Moran to'biyoq deb turamda. Moran to'biyoqni o'zim amalli ulan degandan keyin ana bayon to'biyoqni tanlab olsam. Men tanlab etdim-ku mana. Qarang mana to'biyoq bo'lsin deb shunama. Buni EXE aylantirib olsam mana shunama. Masalan men yerdan bir qatim jiraqsanli EXE aylanib pulda buniki. Nagaylanda buni o'zi kimda prayda shu chum luz bor buni shunaqa unda sen men kirsam ma 3 misol to'g'azar shu misolchilik menda binda bun daraja bor debug deb turibna mana EX valandi qara bunda bo'lsa buni o'zi haqlab qoladi vanjajlab qolamda shu aniq vanjaja shaklida $1000 bormi ana shu shaklda qildim humayni qo'shchikida masalan men kengaydan ham uchratib bo'ldi-ku humayni qo'shchikida buni masalan ma'lum bir buyruqlarni yozib qo'ysa o'chiradigan ko'chiradigan yoki o'zidag'anni ko'chiradigan yoki vaqt o'zgarib nurg'un eski ishlarni yozib bo'ldi-ku yozib qo'ysam $1000 undan $1000 yozash asalliga programmachini bilsam uni yozasam bo'lgan bo'ldi qoldim-ku undan muhimi men aykon degan o'z bo'z ko'pincha nimani ko'rsatdi ekan ishkani ko'rsatib qo'ydim bir ser eng uchinchi to'biyose bu aykon vakillik qilmay ekan shunday vakillik qilmay ekan buni ayrim kirdi ekanmiz endi meyadan nimaning o'zini men ijro bo'lgandan keyin kim yo'q chiqadigan to'biyoni o'zini nima kirdi ekanman aykonga kirdi ekanman aykon chiqmasa ham shu aykonda turdi-ku fossan aykonga bildim shu aykonda turdi-ku ana shu in teskbarda bir xaslik bor meyada buni qo'shib so'zlikda buni qanday fos qilsam ijro qilgandan keyin jo'landi ijro bo'lmaydi ijro bo'lgan men to'biyoz chiqmaydi qara asl men degandan more equal chiqib turdi-ku sen shu in teskbarni churi qilsam ijro qilgandan keyin men chiqib turdi qara men chiqib turdi qara chiqib turdi endi buni o'zini sen shu in teskbarni qiymatini fos qilsam yo'qolib ketdi undan meyadagi aykon bo'lgan narsani ko'rsatib qo'ydim location bo'lsa buni x y koordinatini ko'rsatdi ijro bo'lganlik koordinatini ko'rsatgan bo'ldi mana obyektning koordinatini ko'rsatgan bo'ldi undan biz hozir maniki location men qarsam location 0 nuqta deb turdi shunaqa hozir ijro qilsam buniki more ahvolda koordinat nuqtasi meyadiki 0 olib bo'lgan bo'ldi bundan biz endi locationni o'zini new location biz mana time orqali tanishgan vaqtda masalan koordinat o'zgartmoqchi shunaqa o'zgartgan vaqt yozgan tayyorlarni qanday bo'ldi ekan sizningki location new point orqali point degan koordinat nuqta degan x koordinat ko'rsatgan bo'ldi mana bu yerda sizningki location o'zi tam new nim bo'ldi point nuqta undan koordinat misol men 400 da bo'liq shansu birinchi parlamentimi 400 shansu o'rni o'ziga ba'zi o'rni more equal biz tanishganda chunki na qo'ysa shu yerga chiqadi shunava
Hozir bir cheksam qarang. Aralıq o'zgarib ketdi-ku. Misol men 0 dan 0 nuqta berib qo'ysam, o buning berib qoldi-ku. Mesela men 0 dan 0 nuqta berib qo'ysam, x-ga qarshi 0 bo'ldi. Demak, bu vaqt qana oldu? Cho'qqisiga taqishib chiqadi. Qara. Biz location tanishgan vaqtda odatda tanishmay ekanmiz buni. Bunda yozgan nega this location. Ma'lum bilan location. Bu faqat buning ishlamaydi. Masalan biz mana chekkan masalan kunib o'rni o'zgarsin demoqchi bo'lsam, kunibkinikida bo'lsa deganda batdan bir bo'ldi-ku. Batdan birninki nemis bo'lgan bo'lganda location bo'lgan bo'ldi. Nasıl batdan bir qanaqa o'rinda o'tib bo'ldi-ku. Yangi bir xil nuqta o'zgardi. Qaramaydi ketdi. Har qanday bir obyektni men so'zlagan masalan necha kunni so'zlayotgan mazmunlar bor shuni. Ash mazmunning hammasida nurg'un xoslar o'rta xoslar. Faqat cho'ntiga ishlab qolmasdan boshqa obyektlarga ishlaydi. Gap tushunishmi? Men uni keyin qatim boshqa obyekt so'zlaganda maqsad bo'lgan xoslar men burun so'zlab bo'lgan ekan. Gap tushunishmi? Uni davom so'zlaveradigan yo'q falan. Javobini bo'ldi bu fanchil masalan nemisna aloqa impresiyani bu fanchis nim bo'ldi. Yana qilib bir xil tizimlik chiqib turgan cho'nk bo'lib qolsa masalan, mashina yana chiqib turgan qilib tashish uchun mushkul usuldan foydalanadi. Ashta qilsam bo'ldi. Masalan, endi bir ko'zakdan birna kirib, ko'zamdan bir cheksanda chiqilgan qilsam ham menga. Men forum ishkini shanshi qilsa, shanshi qilib men navbatdikisidan genda, masalan, men yo'tkisam tan ayishmaydigan bir cho'nk ko'rsatib qo'yaylik shunday. Misol qilib buni qanaqa qilib deganda, menga endi bir ta ko'zakdan birna kirsa. Sen merkezden forum işkide mana kirdim shunday va. Biz avval biz mana qarab boqaylik. Mana yo'tkelganda degan shijans bor, yo'q ko'rib boqaylik. Move. Meda yidom kunjan shu fashion deydi shunday va. Biz men mana yo'tkelgan vaqtda 101 ga shunday va. Biz bunday yaxshi kelgan shijansi. Biz mo'ni o'ziga ma'lum medan mo'ni o'ziga bo'lsa, meaningki tekstni o'ziga, masalan, mega Oy, midayman va. This, ha? Thisninki text box bor deyman qa. Text box borninki tekstni o'zi tam bo'lsin. Mushu thisninki left sol tarafdan to string. Bunday yozilgan nima? Mana shunday yo'tkisam, haqiqatan shiljan yuz bersa, mana sol taraf aralab chiqib turdi. Ana chiqib turdi-ku. Endi keyingisi mushning men o'ng tarafiga yaqin tursin yoki asli yaqin tursin deb biz ham nima qo'ymoqchimiz ham shu yo'q qo'yib bersan degani. Buni shunday va. Misol qanday qilsa deganda, men bir kunga chekkanda bofon lebio chiqsin deysa. Men chekkanda bofon lebio change bo'lsin shunday va. Biz bofon lebio degan forum ishki shu turgan. Forum ishki change qilish chiqqanda deyman azatni o'tganda kutib olgan. Forum. Mana emasmi vallah. Ishkini ko'zdan chiqirish qanday deyman yozdi? Mana emasmi? Avval obyektning o'zi orqali aniqlab olsa, buni o'zi shunday forum 2 frm 2 deysa, tan new qana qilsa forum 2 aniqlab olgandan keyin aninkini shu funksiyani tanlaysan. frm ni o'zi show bo'lishdan avval buni koordinatini tanishitsa, tanishgan vaqtda bu nada bo'ldi degan vaqtda avval mana eng sirtiga chiqib ol. Bu to'yun qilib ol mana. Mana ustiga chiqib ol. Chunki buni sen jiqiyaga ishlatsa emas, mana yo'tkigan vaqtda da ishlatsa. Forum 2 demmi yana? Forum 2. Endi forum 2ninki frm 2ninki left ayirmayni basam bo'ldi. frm 2ninki left tab turamna. Tam bo'lsin thisninki o'ng tarafda degan xasq yo'q buningki. Sen sizning right tab bank ko'rib qo'y. Qara. Right tab pakamaniki. Mana o'ng taraf orlig'i mana VB-ni yaxshiroq ishlatdi. O'ng tarafdan orliq deb bakishna, right. O'ng tarafdan bu orliq bashna va. Nasıl o'ng tarafdan bo'lgan orliq yaqin chiqsin, sol tarafdan shuna va. Ana keyin FRM 2ninki tofe. Ustidan bo'lgan orliq va tam bo'lsin zisninki tofla o'xshash chiqsin. Mana biz ana keyin change bo'lsin va. Nazma ijroat qo'yay. Mana bir cheksam. Hozir forum 2ning o'zi paydo bo'ldi, qara mana. Tanishmay o'tamda. Ha. Qara. Tatasam bo'ldi. Lekin ergish qoldi. Chanchantini mushtaqo. Mana biroz. Ana arliq saqlab, mana qara arliq tursin. Sen yaqinga kelgan boshliq chapishib qolgan bo'ldi. Bundan keyin chapishib qolgan bo'ldi shunday. Bundan keyin arliq daymaysa, bundan.
Mesela maniki ma daire kirgan vaqtda ana kendisidan ma erishmoqsin degan. Mag'aytdikchi vaqtlari bor. Hozir men tasam bo'ldi emas, mana bu g'olibi yo'q bo'ldi. Chiqqizak bo'lib, men bu g'olibi yo'q talsam yana chiqdi. Mesela mana odam arliq qolsinsa, mana o'ng tarafiga mesela mana o'ng tarafiga sen azroq arliq qo'shyapsan. Qo'shimiz mesela 10 arliq qo'shyaptim shunday. Ana men chekkan vaqtda change bo'lsin deysan-ku menga. For FRM 2 nim bo'lsin deysan, shu. Birini bassaq change bo'ldi, endi bassaq yo'qaydi shunday. Anada meyadan FRM 2 ninki o'z bo'ldi. Tang not FRM 2 ninki nimasi deb yozsa, o'z bo'ldi. Aslida ikisini aksi bo'lsin deysan. Change bo'lsin, inson bo'lsin change bo'lsin degan. Endi ijro qilgandan keyin mana bir cheksan change bo'ldi. Change bo'lgandan keyin qara yo'tkizsam. Endi turamna. Change bo'lganda ma o'rinda arliq mesela bek cho'ng tutdi shunday va. Change bo'lganda mana ma arliq bo'yicha change bo'lsin. Desa arliq change bo'lgan qismi qancha ma shu yerda shunday va. Besh birlik arliqda. Ko'rinish ko'rinmasligi. Change qilish inson qilishi. Qimmat tushib bo'lsa change bo'ldi. Fossil kanal inson bo'ldi va. Qara. Ma bir bassam. Yo'qib ketdi ma mana. Qara. Change bo'lgan yetkisi men ta'kidladim. Bu fanlab yo'qman. Mesela egizlik ma'no o'xshash bo'lsin deysanda, ma'no egizni tasam ta'minlik qilib bo'ldi egizlaydi. Shunday. Bu shaklda bo'lsa, ma 5 chans o'z 5 chans ekanman. Men 10 chans o'qitdim. Ma'mu 5, ma'm 5 bo'ldi va. Ana bu cho'ngchini o'zatgan vaqtda degan shijanzi bor. Cho'ngchini o'zatgan vaqtda shijanzi bor. Mesela mana egizligini mana kanli bir vatdan emasmi? More ifol chiqqan vaqtda buni egizligi ma FRM 2 ninki nimasi deysan, hayit deysan shunday. Tam olsun, zisninki nimasiga tam bo'lsin, hayit tam bo'lsin. Kanligan o'sib turibasiz egizligini bunda adam shunday. Endi yo'tkigan vaqtda ashu xil egizlikni qanday qilsin saqlasin. Saqlasin deb shunday. Endi mana cho'ngchi o'zatganda degan bir shu tushunsiz bor men. Sen size change deb turamna. Cho'ngchi o'zatgan vaqtda manik FRM 2 ning egizligi 2 ning nimasi hayitni o'zi tam olsin zisninki nimasiga hayit da. Demak, har qanday program chiqib bo'ldi. Gap endi shuni o'zini qanday tafakkur qilishdi qoldi-da. Qaysi xil juda tafakkur qilish qilib qoldi. Sen ma'noga qaramadi. Ta'ziyadmi? Tamam. Mesela mani kanatasidan. Endi mana biz kalga nisbatan kalga o'zgaganda ma ta'mosligini deyman deb-ku. Buni miyaga o'zbekiston bo'ldi. Ma deymani qayta qilib bas bo'ldi. Mana. Ma toflan vezma qism bor. Mushtaymani miyaga o'zbekiston cho'ng yuzatgan vaqtda mushi o'zini arlig'ini saqlab maqdi-ku. Misol mani kettasat vez bo'ldi fos qilsanda, kirgan chiqib qoldi-ku mana. Sen falan change qilib, change qilgandan keyin qayta zina qiladi. Hozir cho'ngchi o'zgargan vaqtda men yutkildan qilib qo'ygan emasmi mana? Sen bu qara. Arliqdan saqlab qoladi. Men kun qo'yib bir cheksan yo'q bildiram o'chaqman. Endi mana qilsam bu endi chen teknikadek bo'ldi. Ma'lum ayrim qila olaysa qara. Ana men yetkisanlar, yana qildi. Tajab bo'ldi. Anda mesela eng bir kichik kunib qo'yib, ma'lum ichga kirgan qilib qo'yadi. Qanday kunib qo'yib deysan? Joy bayat deydi-ku, mesela. Men qo'yish qila olaysa bir mushkul shu mana. Men rasmda bir laylat men qo'ysam bo'ladi. Anaka bu rasm almishdan olib qo'ysa, bir basqani bir parcha rasm, mayna qarayversa, mana 3 bilan rasmdan bir seçna, bir basqani mayna qarayversa qo'ysam bo'ladi emasmi? Buni qilib yapmamda, buni men qilib yapay. Faqat rasmlashtirsak bo'ldi-ku bunga. Rasmlashni yutib qo'ygandim men, nima qilmoqchi emas, forum fayl qilmoqchi ha? Undan so'ng men koordinatni bilib oldik shunday va. Ma'ni, demak, men misol o'zim ishlab baqdik. Men misol ishlab baqqan bo'ldik-ku. Undan so'ng biz 4-chi misol o'zim ko'rib baqaylik. Tabii sanırız göre bakayım. Endi buningda biz miyadamda
Mesela biz mağda maaşını görüp olduk. Ana bayatın magzit bottomla min bottomunu görüp olduk. Züdağın şu işlemesi şuna var. Miyada optical delay de bir xasık var. Bu bolsa bu tuning dosun görüyorsun. Közenden bu tuning dosun. Süzük emaslığı için. Yani süzük bir çençendiğinin süzük çıkan bir akbalları var. Şimdi tanışık miyada üstügara karsam miyada. Hadi 100% de şuna var. Bununkini ben 50% kısam. Yerim süzük alet çıkıdan. Köznek. Qara? Yerim süzük şuna var. Manasını bilen görüntüler var. Çençendiğine mi yanmanda biz saydandan birini çıkarıp miyada. Saydan bir çıkan ki mançı birsen mançıdan tanışık olur şuna var. Muşniya sayısına. Bu da bu ders vaxtı geçe. 10%'de 100% geçe 10 saydan turib saydan sen köz qo'yib o'tirmasdan shuna va qaysi saydan cheksa shu qilib birsan buncha bo'ldi. Ma'lum taymasiniki o'zgartgan vaqtda o'zgarishini deb biraman. Masalan buningki man chekkanda 50% masalan 70% turadi bo'lsa shuna va vaqtda sizninki optikalda bir qasıq bor shuna va buning qiymati endi 0.1%, 1.100% bo'lgan bo'ldi. 80% 0.8 bo'ldi. Ana keyin birdan dini qo'yib qo'ysam bo'ldi. Float yoqimiz deyilibchi, partisan emasmi? Ana sen qarsam, adam mau 50% shuna va bir cheksan qara 80% oladi bo'ldi. Bayon qilsam qana qilib kelgan bo'ldi va qara kelgan bo'ldi. Unda o'zi bu pek oson kelganda. Saydan o'zi qilgan vaqtda buni men qilib beraya. Bu qilamizanglar bo'lmas, vallahi buni qilamizanglar, endi bu yaxshi gap bo'lmaydi shunami? Masalan, content tekstni birni qo'ysa, men yozsa, masalan 10% bu tomingdo, masalan bu tomingdo deb yozib, menga 20% deb yozib chanchantlikni bor-ku. Masalan, ma'no bilan 30% deb yozib, bu nayertasanda. Ha, mushta qo'shchik ma'nolangandan keyin ma'no qo'shchiklar 10% degan chekkan vaqtda ma'nonki 0.1 0.1 qilsam 10% bo'ldi-ku mana. Bizda ma'noning nimani be'amdiq, o'tirib saydan chiqamdiq hozir. Misolga ma'nonki men content menu deganni aytganman. Context menyuni tanlab olsam, o'tirib basam chiqadi shunaqo. Masalan, men 80% holatda shunaqo. Chekkandan keyin 10% sam qara yo'qolib ketdi mana. Suv solib turammi? 10% keldi. Chanchantlikninki nurg'ulon bo'lganchilarimiz tuxuming holatda yasashni mush bo'yicha chiqib boshladi. Ha, deb basam 0 100 ga chiqmay 10dan yoki 20 dan qilsam 20 40 50 20 narliq basam bo'ldi. Ana qo'lda kirgizsa bir yoq qo'ysam, qo'lda kirgizsa, matsaydan yaxshiroq tekstga kirgil bo'ldi o'yna. Qara, masalan, matsaydan shamoni o'ziga, ya'ni charvosdan qara, men tekstga kirgil bo'ldi. Qo'lda kirgizsa qo'ysam menga. Shu bo'ldi macha. Mishak kirgizsa, endi shu kirgizgan bo'yicha ana keyin tanlovdan qo'yuvchi butunlay. Yoki men menda buning yana menda nima kirib qolsam bo'ldi, kombo qilib ko'raman. Tanlaydi. Tanlab chiqarib qolsam 50% 20% va bu non qulaylikligi kelib ketmaydi bolalar arasiga qilganda. Bu bu Visual Studioning qulaylik ishkanligi, masalan, burunqi web'ni baqqan bo'lsam, bu bak avarchilikda bu narsalar chiqib. Saydan bu narsa kirgil olmaydi debchi. Masalan, 20 30 deb yozdim-ku menga. ijro qilsam ma'nochida manda tanlay olaysan. Nima qulaylik bu. Nima kirmasa kira olaysan. Birgila kirsam bo'laverdan qog'ini o'zim qanday qilishda. Sen Uyg'urcha qilsizlar gapni o'chirgan, ha? Ko'znak suzlikligini tanishib, butunlay tuzgan programmani Uyg'urcha bilish kerak-chimi? Men aytganim dedim-ku qolgan gapni. Asta-asta aslida ko'znak yasash deydi. Ondan so'ng bunda asta lasli bo'ldi. Bu qida shunava. Shaklni masalan qo'zg'atgan vaqt asta aslida ko'znaklar bor. Buni inson to'yaktamaz. Buni nima ishligim soat ishligimiz nima? Dastlab qilib 0 qildik ham. Bu bek oson misolmi? Oson deb qo'ygan. 0 qilgan. Ana keyin dastlab mana daraqatim 0.1 dan qo'shib beraman. 0.2 0.1 qiymati birga tan olgandan keyin nima fos qo'ydim. Azizning qiymati ma'lum bo'ldi shunava. Sen dastlabki to'yon qismiga ham dastlab bu to'min do'stini ma'noki 0 qildi. 0% qildi. Ijro qilganda desa ko'rinmaydi shunami? 0% qildi. Endi soatda mana kiradi. Mana men to'xtatdi-ya, to'xtatib mendan kunjan kirgan amat so'yib kunjanda bor. So'yib kunjan ichidan aslida taymda mana kirdim. Buni interval qiymatini hamda
100 qilsa ham bo'ldi. 100 qilganda 1 sekund ichida ham shakllanib bo'ldi degan. 1 sekundga shakllanishdi degan. Undan 100 qildim. 100 qilgandan keyin timerning o'ziga ham buning sirт qismiga mana o'chirdi ya. Timer o'chirgan alayda diqqat qilmasang chatahan cho'ng chiqib jima. Programma ijro mas'ulda. Xatoligini topolmay shuni bo'lsa shuni timer o'chirgan vaqtda balkim bu uchirib qo'ygansizlar-chi. Qaytadan yana boshdan boshlashga chiqadi. Buni yemaganga vaqt diqqat qilsanglar bo'ldi. Hozir pishib ketgan vaqt xato o'chirsanlarmi yana bo'ldi. Tomoqlarni qilsam bo'ldi. Masalan, bu yerda double orqali d birning qiymatini 0 deb oldim shunami? 0 d yoki 0 deb olay. 0 deb olgandan keyin hamda timerning o'zida bo'lsa d1 ja tang 0.1 har qatim 0.1dan qo'shib mavsum deb shunami? Agar hamda d1 ning qiymati tang 1 ga tang bo'lganda to'liq 100% bo'lib ketdi emasmi? Unda o'zimda return timer 1ningki timer 1ning ini bo'lmoqni tang false ko'timiz. False ko'tib hamda zisningki bu toming do'st deganni ma'noda bo'lgan shunami? Buning qiymatini d1 bo'yicha tashirsan bo'ldi. Nas animiz juda qisqa. Sta masalan shakllangan. Timerning inabligini shu qildikmi? Yo'q. Nada timerning inabligini shu qilaydi. Mana inabligini mana qilib false kelgan. Nasa. Qara. Bak bir shakllandi-ku. Zaman o'chagan vaqtda masalan aldamay kirib ketsin. Qara. Ana mana chiqish oltidir tiz bo'lib qolibdi shunami? Interval qilib sal kichiklatib mana. 200 qilyapsiz. Masalan 200 san tiz o'qitdi. Masalan tiz chiqsin desa, masalan 300 qilsa. Tiz chiqdi mana bo'lganda. Bunda bir xil chiqdi shunami? Shon bundan o'zim muvaffaq qilib tanishibchi. Sen programmchilarni bilib ko'rindi. Shunday shu shaklda bu toming duosini qilish uchun mana misollarni yana ishlab ko'rib qilsizlar bilanmi? Anas right to left. Right to left bo'lsa Uyg'urcha yozgan vaqtda shundan o'ng so'l yozilgan tillik programmalar vaskildi shunami? Masalan, buningkin right to left buni biz oldin qisqartirib ko'rgan right to left ning qiymati yes qilsa. Anan keyin ma lower. Masalan, butkul hamma narsani bir xil tanishitish uchun ma'lum shu qilsam butkul kunuklardan akirgan narsani tat o'ng so'l emas qildi butunlay. Buni inchiklar berishning zarurati yo'q qilib qo'ygan. Ana meyadan show iconning boyoqligi bay deb bo'ldim shunday mana. Ana show in taskbar bo'lsa, jonlarni ko'rinmasligi buni deb bo'ldim-ku. Ana meyadan size ko'zning cho'ng kichikni o'zgartish. Masalan, ko'zning cho'ng kichikni width bilan heightni payt o'zgartirsalar bo'ldi. Ayrim damayz uchun. Ana bir xil damayz bir vaqt chiqsin tan o'zgartish uchun manda qilsalar bo'ldi amaliyotda. Misolga zisninki width mana meyaga mancha bo'lsin, masalan 500 bo'lsin. Hamda zisninki height qiymat masalan 500 bo'lsin. Deb manda qilsam normal bo'laverdi. Kvadrat. Ma'lum cho'ngchiligi kvadrat shaklda bo'ldi degan. Mana bunday shaklda bo'lgan bo'ldi shunday. Hamda navada bunday qilmay, hamda size orqali o'zgartirsa bo'ldi ekan-ku. Bu mana qaragansa qulaylik bo'ldi size orqali o'zgartgan vaqtda. Masalan, zisninki size stil qilma size stida birisi bor size deb ayrim yo'qmi? Adan new size deb meyagandan keyin sen cho'ngchimasan 400 da 400 cho'ngti bo'lsin. Desam bir vaqtda ikki quday emasganda bir quday emaslik qanaqa bo'ldi? Amalga shug'ul bo'ldi deydi. Mana shu yerga bo'lganda qarab 400. Bilolib mana. Mana ko'rib oldik. Unda tag bo'lsa qo'shimchalarni saqlovchi o'zgaruvchidan iborat deydi. Qo'shimchani saqlovchi o'zgaruvchi. Bu degan nima degan vaqtda tag ma'lum bir qimmatni o'zini ep yuriydi bu. Bu bir xuddi bizning yanchimiz o'xshash. Buni men o'zim sepib qo'ydim shunaqa mana burchurni. Salab qo'ygandan keyin men lozim bo'lgan vaqtda keyin buni ep qanday qilaman? Shiltalaymanmi? Bu yoq to'yun gung bo'lgan bir penlardan iborat. Buning munosabat bo'lgan misolni biz oldimizga ko'rsak ham bo'ldi. Shu ko'p kelgan vaqtda o'xshab bizda, shunga o'xshaydi bu. Xatlar o'rtaq bo'ldi. Tag. Mana shu yozib qo'ysa buni. Qara, har bir narsani tag bor. Masalan, ma'nomi tag bor. Shunamkan, ma'nomi tag bor. Qara, tag bor. Masalan, mana
一个窗体，咱第一个窗体dedim şuna va. Buni ikki cho'ng ishlatgan vaqtda avval aniqlatib forum birniki tag deb epishlasam bo'laverdi. Bu o'rtaq bo'lgan bir o'zgarlik. Mana qan bir belyan tushundinglarmi? Belyan. Buning munosib bo'lgan narsani biz oldimiz misol qilib ko'rsak texmi yaxshi bo'ldi. Andan tekst bo'lsa bu tilanchiqdan xat qo'ymayaga. Buni o'tganim sizlar bo'lgan qaysi so'zmayman. Top most pek yaxshi bo'lgan xaslik bu. Har qanday bir ko'zingni ustida tursin. Butkul Windows'dagi har qanday narsa ustida tursin degan ma'noda bor. Masalan top most. Buni biz VB'de bir API funksiyasini ishlatdik. Masalan, Bofanchininki Suidingda bir kunim sifati bor. Biz qo'ysam hammaning ustida qo'yildi-ku. Ha, shuni o'xshash narsa hozir men top most tree qildim-ku. Top most tree qilsam. Hammaning ustida bo'ldi bu. Qara mana. Ham ustida. Mana yozsam kerak ketdi-ku. Qara malaning ustida. Qara. Kerak ketdi-ku. Kelib tushunasizmi? Ham ustida. Suiding fonku degan bilasizmi? Ham ustida chiqadi. Masalan, Bofanchidan yasandik qildi bu. Bofanchining ham tipi birini basgan ham ustida bo'lsa endi basgan ham ustida. Hammasi otobek chiqib turdi. Ha, hamma ustida chiqib turdi ash qismi shu. Ham tushundingmi? Suiding fonku degan shu. Masalan, buni ma'qul bir basaq ustiga chiqsin, bir basaq asliga kelsin tushunami? Vaqt qana yozimiz deganda zisninki top mostning qiymati medan true false qiymati bor deyman. True false qiymati kelishnawa. Ondan buni men mana bir qo'ysam aslidagi aksichi bo'ldi tushunami? Zisninki top most. Mana aslidagisiniki aksichi bo'lsin dedim. Undash bo'lish uchun Not degan gapimizmi? Tamam. Aslida aksicha degan gap. Masalan, qara mana men hozir keyiniga o'tkazmayman, bir cheksam keyin o'tkazdim. Shunami? Ana men bir cheksam suiding bo'ldi. Mana bir cheksam. Bu hali xudo kunibga miyaga chiqishda API paydalamsam men buni chiqarolmaydim. Bu xalqancha ekanni bitasiz qo'yilmaydi. Buni qanaqa qilsam-da, ma'ni bir nimani chiqarish uchun. Masalan, makinaga mana bir nimalar bor. Buni cho'qim API funksiya orqali chiqaramiz bu yerga. Odat usulni paydan chiqarolmaydi. Qonunlarmi? Anadan yerdan top most degan xassimizni bilib oldik shunami? Top mostni. Ana bu yerda transparency key deb birsi bor. Aldığım saatim bilan ko'z qo'ygan keyinni suzib o'tish degan ma'noda. Sen chiroyli qilib Gemini yasamoqda ishlatsa, avval PNG rasmni birini yasab, keyin Toming bo'lgan rasmni birini layla olsa, layla olgandan keyin keyinni masalan qarram qolmasa, chonkuning keyinni qarram qo'yib etib, ashuna qanday bo'lsa suzib o'tsam va misolga bizim yerda bunda jarayonlarni men ko'rsatib qo'yay. Bu bek yaxshi bo'lgan narsa-ku. Har xil bo'lganchidan yazsam bo'ldi. Sizlarga berilgan topshiriq bor, mush topshiriqlarni siz faqat joyida o'rinlayapsizlar hozir. Bunday qilsanglar bo'lmaydi. Oğlum mağarasını üzümüz yasandı. Ya o'zing yazsam ixtiyoring, yazmasam mayli. 4-yazsam bo'laveradi. Ma penceresi ekanmi? Ha bu resim ekan. Hamisha bir parcha resim borda. Staging degan ekanda, ondan Sabız mabo fançına uzun sapı kayleç ne var? Alçırayla cemiye sayısa. Şunun var. Çoğunkun aşkı şekilde kılmakçı. Emniyetin çoğunkun töt tarafı var şuna oluyor mu? Şunu süzüp çıkartmak için. Tomi. Sağlanın mağa bir resim bazı. Sen keyin oxirankan bo'lmi mana? Mana oxiran qo'yibdi. Miyani ko'chirib kelsam bo'ladimi? O'sha shumikan? O'sha shu-kan-a?
Xo'bin qilib Xo'bin qilayotgandan keyin mana keyingilarni suzib o'tayman. Delete. Keyin suzib o'tdim, nima? Suzib o'tgandan keyin endi mana o'zim saqlagan vaqtda PNG shakl saqlaymiz. PNG shakl. Kerakmaydi qilyapmiz. Tirishgan. Keyin tanlan. Aldan qat bir soatlar sanab ketgan bugun bir. Bu Sherinde deganda. Biz birdan o'tirib turamizlar. Sanab mana Ana o'z miyada mana PNG shakl saqlab oldim shunaqami? Saqlagandan keyin endi sen miyaga kelib bu funksiya yasamoqchi shunaqami? Kirgandan keyin Amsa maning keyniga bayam qirasida kirsa. Buniki background image. Background image xasqar qilib neyadan bizniki hozir jipanda tashna ichidagi CG'ning ichidagi Tubio degan ichidagi sodir yaslagan player BG to'qmas buni. Mavjudda. Chiqsam qamishgan, mavjudlik shukan-ku. Tak. Cho'ding. Ya kirib oldim shunday-ku. Kirgandan keyin takrorlanmasin deysa, buni ba'd taytini o'zini no qilsa. No qanday buniki biotinasini qanday qilib evitsam-ku buniki. Biotinani evitish uchun men from borderda patug'a. From borderni qanday qildim? Non qildim shunday-ku. Non qanday mening keyindiklarini qora bo'yab yoki oq rang bo'yaydi. Farq qilish uchun shunday-ku. Now background color da turadi. Background color o'zim men oq rang qildim. Andan buning suzib turgan rangni o'zini men qanday menda oq rang qildim. Transparent key deb ataymiz. Uni oq rang suzatdim. Suzatgan ijro qilay. Qara endi. Men ko'rdingmi? Keyin ko'radi-ku. Men qaramadim. Endi bu funksiyani oldin soat tugatgan shunday-ku. Qaramadim. Agar mani nan tutsam yetkildi shunday mana. O'tgan dayman yozimiz API funksiyani ishlab keyingi soatda. Sizlarni motion asosan o'zing xohlagan birdan bu funksiya qilib, xohlagan birdan Gmail aylab, işte atrofda qanday qilib suzitimiz shunday-ku. Suzatgandek motion qo'ygan naqsh qo'yildigan, shay bu manchakka vaqtda bo'lgan libyo ochildigan. Bu libyo ishni o'tdim-ku. Chapish turgan yozsam bo'ldi shunday-ku. Bu libyoning chiroyli qilib, ashqa shaklda yasaysizlar. Keyin bunda kombi ko'nib qilib mana basa kombi bo'lish kerak-ku. Buni oson-ku bu kombi bo'lgan. Bu yerga qilsan qanaqa qilsa deganda miyagandagi images picture ni mana ko'rsam bo'ldi. Mana picture box deb turdi-ku. Picture box mana kirgan mening keyin so'zib quvvat qilib bo'ldi. O'sha qo'yib meningki background nozdan transport. Background color nozdan transport. Suzuk bo'ldi-ku. An mening collectionsiga mana application exceed. Application exceed. Program oxirlashsin degan buyruqni berib mana basdan qara. 3 teshna va yetkash buyrug'i endi buningki. Yetkashni o'zi map bo'lgan jasani yugatib qo'ygan, men qayd ko'rsatmayman ana falonlar bor. Masalan, shayiga deganlarni qila olasizlar shunday. Bu fonda yo'qlar ko'p hujjatlarga yalinib qilishni qo'ydim-ku. Siz davomlashtirgan yana biz amal ko'rsatamiz. Qilamizdan keyingi soatda men ko'rsataman. To'xtadigan deyman. Stop. Bu pause stop savat. Bir cheksam control degan kirsam nurg'ulgan daymalar bor. Bo'lmasa to'g'ridan baydo'dinsan nurg'ulmanki. Ana o'z men API funksiya ishlatamiz mana o'tkash uchuncha. API funksiya ishlatgan vaqtda avval cho'qim yerdan runtime degan layning ichidan ma inter service degan mana intro service deb turibdi. Ma buyruq cho'qim kirsa. Agar bo'lgandan keyin aning keyin mao API funksiyani shu misni kirsa. Ma API funksiyani shu misni. Ma buni men beraman. Buni ko'chirib olsam bo'ldi. Buni odatda yozib tutishning zarurati yo'q. O'zim salam bo'ldi buni. Masalan, meniki biz mallay qismning ustiga ma qism API ni kirdim. API-ga kirgandan so'ng menga bir nimani kirma. Using orqali bir layni kirmasa ishlamaydi. System. Biz oldimiz bundan lay nurg'unlarni kiramiz. Masalan, IO ni o'zishayotgan vaqt, masalan, Windows o'zini o'zishayotgan vaqtda IO degan layni ishlatmasam,
uçurduğun, küçülduğün buyruğun şekli olmaydı. Bunun içindeki kaslarında runtime ne var? Runtime'deki import ya da interport service deb turdi. Matr ne kadar. Agar gandaki mouse down shijansiga ma'ni yazsam bo'ldi. Mouse down, mouse bosgan vaqtda masalan o'sha Trump usul mouse bosgan yutkildi emasmi bu? Meyadim mouse down. Mouse down. Mouse down shijansimizga meyaga. Mana keplan ijro qilsam. Qara. Halol etib kelaysan. Sen kichik 10 maqbovanchilar yazsanlar bo'ldi va chiroyli shunday har xil shaklda yasab chiqib bo'ldi. Masalan, men Vinci-ninki miyadagi gunjularni o'zida qarasanglar, masalan, shu gunju deb turdi-ku. Mana qarama soatni. Mushmashda yasab chiqadi. Qarama atraf suzib qo'y. Bu dal mushta soatni yasalaysiz deganga. Qilaysiz chiqib bo'ldi. Shu gunju yazsanlar bo'ldi. Hali men bitlay suzib chiqdi qaramaylar. Biz mana qancha sifatli qilsak, miyadagi narsani hozir biz kesgan vaqt sifat chiqdi-ku. Qancha sifatli kessam, mana shu atrofga qap-qara bo'ldi-ku, mana dek. Shuncha yumaloq, shuncha yaxshi chiqdi degan. Atrofdagi kichik dog'larni kesish, nimasilik biz kesgan kesim. Sen qancha inch kessam, rang farqi bo'ldi emasmi? Hozir biz aqran suzatdik. Men naq aqran bo'lmay qoldim miyadagisi. Aqt nazarab nim bo'lib qoldi, qarg'amaylar, bo'lib qoldi shunday. Shu soatda men aqran suzaman degan. O'sha sap aqran Mağrang bilan mağrangning farqi intayin aniq bo'lsa, kim tushundingmi? Mana shuncha yaxshi so'zib beradi degan. Ularning mana so'zib chiqadi, qara. Masalan, har xil narsa yasagandan o'shani foydalanadigan nurg'un narsa yasaymiz bu orqali. So'zish orqali qo'llanadi. Unda bo'lsa bugun biz darsni mushachib ko'raylik. Bu da nima kuni dars bor, juma kuni dars bor, shunday. Juma kuni bo'lgan ahvolasi